autizm tashxisli bolalarga lecheniya kerak emas, faqat korreksion darslar kerak deganlar uchun. Bolajon Dilbar, Samarqanddan kelgan bolajonga bolalar autizmi tashxisi qo'yilgan, bola 6 yoshda. Kelgan kuni, BMP klinikasiga kelgan kuni umuman bunaqa tinch turish, birovning qo'lida turish degan narsa yo'q edi. Bolani konsultatsiya qilgunimizgacha ancha qiynalgan edik, sababi bola juda ham betartib harakatlari ko'p edi. Hozir mana o'sha begonani ajratishni boshlagan. Bugun lecheniyaning 9-kuni bola begonani ajratyapti. Bola tinchlangan. Bola buyruqlarni bajarishni boshladi. Stol, oyoq kiyimini olib kel, musirlarni yig'ib qo'y degan buyruqlarni bajarishni boshladi bola. Albatta bu yerda biz faqat kompleks davo qilmoqdamiz. Hamda bizning ya'ni qo'shimcha defektolog mashg'ulotlarimizda bola defektologni aytgan vazifalarni ham bajarishni boshladi. BMP klinikasiga kelganda bolada umuman bunday holat, hattoki atrof muhitdagilarga ahamiyat berish ham yo'q edi. Bola 6 yoshda, bolalar autizmi qo'yilgan va mana ko'rib turganingizdek lecheniyaning, ya'ni kompleks davoning natijasi. Albatta kompleks davo bolani autizmdan chiqarib qo'yadi degan joyi yo'q. Ammo mana bunday diqqatni jamlanishi, bolani tinchlanishi, bolani xotirasi, nutqida yaxshilanish kabi holatlarni olib keladi. Korreksion mashg'ulotlar juda zarur va kerak. Lekin korreksion mashg'ulotlarning yoniga albatta nevropatolog lecheniyasi, mana shunday kompleks davolarni qo'shib borsangiz, bolangizda natija yana ham tezlashadi. BMP klinikasi esa sizga bunda doim yordam beradi. Salomat bo'ling.